O'zbek seriallari haqida. Assalomu alaykum. Facebookda bir akamiz kuyinib, xafa bo'lib yozgan ekanlar o'zbek seriallaridagi o'zbek ayollar haqida. Ya'ni o'sha seriallardagi o'zbek ayolini, kelini, qaynona tasvirlanishi va ana shu tasvirlar jarayonida o'zbek ayoliga berilayotgan o'sha portret deymizmi, ko'rinish deymizmi, kayfiyat deymizmi, juda ham kuyinib, xafa bo'lib yozgan ekanlar. Va bir YouTube'ga kirib, qani o'zbek seriallari qanaqa ekan, nima mavzular ko'tarilyapti deb kirib ko'rsam, ahvol juda ham dahshat. Qo'sh tirnoq ichidagi rejissyorlar shunaqa seriallarni suratga olayotgan, shunaqa seriallarni tashkil qilayotgan, unga homiylik qilayotganlar. Sizlar o'zbek ayoli haqidagi tasavvuringlar bunchalik jirkanch. O'zbek ayoliga nisbatan nafrat, uni yomonotlik qilish, yomon qilib ko'rsatish qayerdan sizlarga? Kimdir xafa qilgan bo'lsa, kimdir aldab ketgan bo'lsa yoki uzrku ayolinglar yomon chiqqan bo'lsa yoki ko'cha-kuydami, safardami, qayerdadir o'sha ba'zi 5-10 ta nomaqbul ish qilib yurgan o'zbek ayollarni ko'rgan bo'lsanglar, shunaqa qilib hamma seriallarda yomonotlik qilib ko'rsatishinglar shartmi? Voy, nomlari dahshat, yana ibratli novellalar deb qo'yishdi. Nomlarini ko'rsanglar, har birida xiyonat so'zi bor. Xiyonat qilgan kelin, qaynukamga xotin bo'ldim, jazmanimga bir narsalar. Uyatmasmi? Uyatmasmi? Shu o'zbek onasidan bunyod bo'lgansizlar. Opanglar bordir, singlinglar bordir, qizinglar bordir. 5-10 ta odam ahmoqgarchilik qilgan bo'lsa, butun dunyoga ijtimoiy tarmoq orqali, YouTube orqali shunaqa qilib bir rasvo qilib ko'rsatishinglar shartmi? Shuni boshqacharoq qilib, o'zingizlar bir ibrat deb qo'yibsizlar. Shuni boshqacharoq qilib, chiroyliroq qilib, yaxshi tomonni ko'rsatinglar. Yolg'on bo'lsa ham ana o'sha ibrat bo'lsin. Mana masalan, qaynukasiga onadek mehribonlik qilgan kelin yoki fazilatli qaynona yoki qaynotasiga marhamatli kelin, shunaqa chiroyli otlanib, bundoq ko'rganda o'zbek ayoliga nisbatan mehr uyg'otadigan so'zlarni topsanglar bo'lmaydimi? Shunaqa seriallarni olsanglar bo'lmaydimi? Kim xalaqit beradi sizlarga? Kim yoninglarda peshonanglarga to'pponchatirib, faqat shu fahsh, xiyonat, o'zbek ayolini yomonotlik qilasan deb u kim majburlik qilyaptimi sizlarni? Juda bir uyatku. U ko'rganlar nima deydi? Buni uy bekalari ko'radi. Ong osti degan narsa bor. Bu narsa yomon ta'sir qiladi. O'sha uy bekalari farzandlarini tarbiya qiladi. Shu narsa hayotiga singib, buni natijasida o'sha nima deydi, jamiyatdagi o'zbek ayollarga negativ uyg'onadi. Shu narsani bir o'ylab ko'ringlar. O'zbek ayoliga unaqa nafrat bilan qaramanglar. O'zbek ayoliga nisbatan tasavvuringlarni, qarashinglarni o'zgartiringlar. Mana shu musofirchilikda 14 yildan beri yuraman. Erkaklardan mard o'zbek ayollarini ko'rganman. Biron bir boshimizga mushkul ish tushib qolsa, ba'zi bir o'sha erkaklar qochib ketganda, ukajonim, jigarim, men yoningdaman, men borman degan o'zbek ayollar bor. Nogiron erini boqib o'tirganlar bor. Vatanida o'sha bola chaqasi o'sha mehnatga layoqatsiz eri deb jon olib, jon berib, iffatini saqlab yurgan o'zbek ayoli bor. 5-10 ta ahmoqni deb butun o'zbek ayollarini yomonotlik qilishga nima haqqinglar bor? Xulosa o'zingizdan, azizlar.